Maktabni bitirsang nimalar bo'ladi? Birinchi navbatda har kuni ko'radigan sinfdoshlaringni yo'qotasan. Aytgancha men sartaroshga shogird tushdim. Endi kontr kela olmayman. Koreyaga ketaman o'rtoq, bo'pti, charchama gap. Kechki payt ko'chaga chiqmay qo'yding. O'qishga tayyorlanyapman o'rtoq. Yaxshi tomoni bo'lsa hech kim ertalab uyg'otmaydi. Mana ovqat yeginda o'zingga ish top. Lekin uydagilarim meni bekor bo'lmasligimni iltimos qilishdi. Keyin oyimam skоворodka bilan iltimos qildilar. Endi to'yga pul yig'ish kerak-da. Va men biznes boshladim. Nimagadir o'rtog'imni Olixda hech kim olmadi, hech kimga kerak emas ekan. Yetmaganiga bittasi erga teyapman deb taklifnoma ham ko'tarib keladi. Nima ko'tarib kelding? Erga tepammi? Men bo'lsam o'qishga tayyorlanishni boshlab yubordim. Boshda uyimga yaqin institutga topshirmoqchi bo'ldim. Keyin qizlar ko'p institut qidirdim. Keyin bali past institut qidirdim. Yo, men kelajagimga seriyozli qarashim kerak. Shuning uchun maktabdagi sevgilim Zebo topshirgan institutga topshiraman. Men unga nimaga aynan UBS deb so'rasam, UBSda 48 ta bakalavr, 14 ta magistratura yo'nalishi bor. Jumladan moliya, iqtisodiyot, IT, pedagogika, 300 ta grant o'rni bor, IELTS, TOEFL, SAT va boshqa sertifikati borlar imtihonsiz qabul qilinarkan, tushunsanmi? yaxshi zo'r-ku. AQSh va Koreyaning nufuzli universitetlari bilan hamkorlik qilishar ekan. Xullas, bittada ikkita diplom olaman, ham UBSga ham chet ellik, tushunsanmi? Anu Nargizmida o'tib ketgan hozir. Yotoqxonasi ham bormi? Bor, chet elda malaka oshirib kelish imkoni ham bor. Germaniya, Koreya, Malayziya, Turkiya va boshqalar shoshilish kerak, qabul ochilgan. Hozir oyim yetsam xursand bo'ladilar-yu. Keyin topshirishimga go deydilar. O'zing nima o'qishga topshiryapsan? Chunki UBSda bilasizmi, qanaqa qulayliklar bor. Ha. Bu yoqdachi? Biz abituriyentlar uchun. Xullas Zebo bor ekan, shunga topshirdim.